Bugungi murojaat qilgan bemorimizda qayta homila tushish holati kuzatilgan va eko muolajasi menga foyda beradimi deb so'radilar. Qaysi holatda haqiqatan biz eko muolajasini tavsiya qilishimiz mumkin? Qachonki agar qayta homila tushishida genetik muammosi hisobidan bo'layotgan bo'lsa, ya'ni ota-onani albatta karotip analizida o'zgarish bo'lgan bo'lsa va qayta homila tushishlariga sababchi bo'luvchi qolgan faktorlarni hammasini tekshirib ulgurgan bo'lsak, masalan, trombofiliya yoki orttirilgan bachadondagi qandaydir poliplar yoki bachadon to'siqlari, qalqonsimon bezi autoimmun kasalliklari hammasi agar bular hammasi normada bo'lib turib qayta homila tushayotgan bo'lsa, albatta biz eko muolajasiga o'tishni tavsiya qilamiz. Sababi qayta homila tushishlarning eng ko'p sabablaridan bittasi bu 60%ni, ya'ni embrionda genetik muammosi borligi hisobidan. Bugungi murojaat qilgan holatimizda bu eko muolajasida biz bachadon ichiga embrionni qo'yishdan avval albatta genetik tekshiruvdan o'tkazamiz va bu genetik tekshiruvni natijasiga qarab turib sog'lom bo'lganini bachadonga qo'yganimizda homilani tushish ehtimolini nisbatan pasaytirgan bo'lamiz va bu ham bitta yechim hisoblanadi.